sizni jannatga kirgizadigan narsa taat ibodatlaringizlar emas, balki yaxshiligingizdir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir sahih hadisda deganki, har qandaq ig'ir besiq, yumshoq kishilarga yaqin odamga do'zax harom qilindi. Ya'ni Imom Buxoriy rivoyat qilgan bir sahih hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Bani İsraildagi bir odamning qissasini so'zlab bergan. Bani İsrailda bir odam bo'lib, o odamninki amel ibodatlari yo'q ekan. Faqat qildigan ishi kambag'allarga qarz berib turdi ekan, o'zi boy ekan. Qarzning vaqti qarali to'shqanda odamlarni avatidi ekan, odamlarga deydi ekanki, qarzni qaytara oladiganlardan elinglar, qaytara olmaydiganlarni amanglar, talab qilmanglar, shu daftarni o'chirib kelinglar, o'chirib etinglar deydi ekan. Shuningdek bu odam bir kun o'ldi ekan. O'lgandan keyin bu odam so'roqqa tortildi. Senin amel ibadatlerin yokken, yani benim amel ibadatlerim yok. Bırak bir kılgan şu işlerim battı, diyen kaysı işen, diyen ben şunda bay adamdım. Kambag'allarga qarz berib turatdim. Vaqti qarali kelgan chaqda odamlarni avatib, biralganlardan elinglar, biranmaganlarning ismini daftardan o'chirib etinglar, talab qilmanglar deydim. Shu ishim buni batdi. Degandan Alloh taolo men bendamninki gunohlarini o'chirib etishga sendan haqliqman deb o'chirib etdi, shuni olib jannatga kirgizdi dedi. Ya'ni dunyoda bizninki yaxshilik qilish uchun fursatimiz naytichi qildi. Mayli iqtisodiy tarafdan bo'lsin, mayli chiroyli so'z bilan bo'lsin, yaxshi yo'l ko'rsatish bilan bo'lsin, mehribonlik bilan bo'lsin, chiqib yaxshilik qilish bizni jannatga kirgizadigan amal. Bizning o ibodatlarimiz Alloh taologa o'tashga tegishli burchimiz o. Uning sirtida qilgan yaxshiliklarimiz bilan Alloh taoloning oldida daraja qozona olamiz. Dunyoning har qaysi joylaridagi qiyinchilikda qolgan qarindoshlarimizga qo'limizdan kelgancha yordam qo'limizni suna olsak, balki Alloh taolo mushu amallarimiz orqali bizning darajamizni yuqori qilib, oliy jannatlarga nasib qilishi mumkin. Alloh hammalarga yaxshilik ato qilsin.